Sergelida noturar joyimiz bo'lardi. O'shanga do'konlar arendaga berishga va u yerda ish boshqaruvchimiz bo'lardi. Bir kun o'sha yangi arendaga berishni boshlaganimizda bitta mijoz kelgan, u akfachi edi. 300 da arendani narxi oldindan 2 oyga pul bergan. Bunaqa oldindan hech kim bermasdi. Hayron bo'lganmiz. Yaxshi klient bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz. Keyin u o'sha ish yurituvchi bilan aloqalarni yaxshilagan u odamda. Keyin 1 oy vaqt o'tgandan keyin shunaqa katta zakazim bor, o'shani bitirishimga bitta apparat olishim kerak. 10 ming so'm yetmayapti. Shu iltimos berib turinglar degan. Keyin men yaxshi ko'rgan, mani yonimga kelib turib, mana shunaqa katta yaxshi klientimiz bor, shunga 10 ming berib turishimiz kerak. Yaxshi odam degan. Keyin mayli, yaxshi odam bo'lsa ko'raylik degan. Keyin u bilan gaplashib ko'rgandan, yomon odamga o'xshamagan. Keyin 10 mingni berganmiz. 10 mingni berib, vaqt kelgandan keyin boshlangan. Onam kasal bo'lib qoldilar degan. Birinchi, keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin yana qilsak, xolam o'lib qoldilar degan. Xolasi endi onasida bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb Fotaga ham borimiz, bilmayman, begona joyga fotaga kirib chiqqanmiz, o'zi yo'q, so'rasa ular bilmaydi. Davom ettirganmiz. Ikkinchi xolasi o'lgan, keyin tog'asi o'lgan, xullas butun qarindoshlarning hammasini qirib yuborgan. Keyin oxirida bildikki, u mashinaga, keyin oxiri unutdik, bildik.